O'ynyapti bu. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Aziz Gamer bo'lyapti. Bugun biz avtomat motorni qanday qilishni o'rgatamiz, sizlarga qanday olishni, Minecraftga yuklashni o'rgatamiz. Qani ketdik. Qarilar qanaqa bazuka ham bor. Sniper va AK-47 plus mana shuncha narsa borda. Mana drabavigan bor. Pak urtashizlar. Qani ketdik. Tak, birinchi bo'lib chiqib olamiz. Chaq. Keyin qayerga kirib ketdim. Play marketga kiramiz. Keyin qidiruvga bosamiz. Keyin mod deb yozasizlar. Shunday qidiruv deb bosasizlar. Do'stlar, mana oqtarib ma'noni topishingiz kerak. Shuni topishib kiramiz. Manda yuklangan. Men shunga kirishini kutamiz endi. Do'stlar, bu yerda hech qanaqa zero modlar bo'lmaydi. Zero modni yuklash uchun bu yerga kiramiz. Versiya to'g'ri bo'lishi kerak uchun kiramiz. Zero deb yozamiz. O'qitib o'tamiz. Keyin oqtaradi. Mana reklama ko'rar. Mana do'stlar, ikkita turi bor. Birinchisi shu ko'rsatgan modim, ikkinchisi avtomat mod. Birinchisini o'tkazinglar. Yo, ikkinchisini xohlaganingizda versiya to'g'ri bo'lishi kerak. Попробуй Mirinda, газировку с соком. Теперь дешевле. Kiramiz, X'ni bosamiz. Bosing. Kirsa 1.70 plus 1.70 bo'lish kerak, 21 versiya bo'lish kerak, unga o'xshamaydi. 1.21.70 bo'lish kerak. Unda bu mod ishlamaydi. Keyin mayaqda davlat turadi. Davlatni bossalaring bitta reklama ko'rasizlar. Keyin ko'rib olib Open Game deb bosasizlar. Попробуй Mirinda, газировку с соком. Теперь дешевле. Open Game. Va Minecraftga bosasizlar. Keyin kiradi. Tepada chiqadi. Menda tortilgan, shuning uchun menda chiqmaydi. Kreativ yangi miro ochasizlar.
Do'stlar, endi qanday poylagichlarni qo'yasizlar ko'rsataman. U qo'yish osonlar. Vay. Xullas, dekiramiz. Keyin pastga tushamiz. Mana qanday mangla qo'yishni o'rgataman endi. Qaysi avtomatga qo'ymoqchi bo'lsanglar, o'sha avtomatda qo'llaringga olasizlar. Keyin o'sha avtomatni qo'llaringga olib xohlagan qaysi birini qo'ymoqchi bo'lsalaring, mana shu shit turadigan joyga shunday bossalaring, qo'ysalaring, o'zi qo'yiladi. Unga basagan. Qarabsiz, chiqarmoqchi bo'lsalaring, o'sha joyga qo'yaverasizlar. Mana shuni qo'ysak, mana qo'yiladi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar o'xshagan bo'lsa, kommentariyaga o'xshadi deb yozib qoldiringlar. Obuna va like ham bosib qo'yinglar. Hammaga xayr do'stlar.